Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga obuna bo'ling, like bosing, kommentariya qoldiring va bizni qo'llab-quvvatlang. Welcome to the FIFA World Cup Uzbekistan. I'm thrilled to congratulate you on your historic qualification to the FIFA World Cup 2026 in Canada, Mexico and the United States. Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Interester kanali orqali diydor ko'rishayotganimizdan mamnunman. Demak, yangi mavzu va 2 kundan so'ng bizni intiq qilib qo'yayotgan Jahon chempionatining marosimi, qur'a tashlash marosimi 5-dekabr kuni bo'lib o'tadigan bo'ldi. Biz ushbu kunni intiq bo'lib kutayotgan ekanmiz. Eslatib o'tamiz, tarixda ilk bor 48 ta jamoa ishtirok etadigan mundialga qur'a tashlash marosimi Toshkent vaqti bilan 5-dekabr kuni tunda soat 22:00 da bo'lib o'tadi. Ushbu marosimda O'zbekiston milliy terma jamoasi ham o'z tarixidagi ilk jahon chempionatidagi raqiblarini bilib oladi.